Ota-bovalarimiz bu 100 metr yerin ostidagi bu karzni chopmiz deb to'y yo'q zamonlarda maynoq chiroqlarni yondirib qonam jeb ketgan bo'yda mushu qorong'ularda. Kichik ota! Nima kariz ko'laydan kaluldi bozorda? Nemaga ko'la bozordiki, ey? Va kalul deb sog'ilmaydi buningga. Cho'qim kaluldi odamda layn burun. Burun kaluldan turgan hechiri, kala. O, eshakcha. Eshak hojisga qoldi, tatamaydi. Bir suvat laynim tatamamda. Tatamay trendin chiqdam tursa u, odam eslida tursa og'amchiga. Kalash uygun kitamda shunga. Kal uygunda. Qolgan narsachi kariz chirig'i. Qag'in bor. Qana? Mana mushara keldim. Kariz chirig'i. Mana kariz chirig'i mana. Chigit yig'i. Chigit yig'i mana. Pilek. Keling mana. Ha, kariz sutchi. Mana kariz suti. To'g'ri kariz sutidan bu, ey. Ha, bu kariz suti emas, bu kariz suti degan amaliyotda cho'qchoq ulida. Voy, bu xalpin karizda hammasi o'zdan tursin do'lan degan bilan bu amaliyotda 20 yil yashab bu xalpin karizda pishqadam karizchi qaplojima. Aran 96 metrlik karizga tushiyasiniz a. 90 metr deylar-ku. 30 qavatli bino o'ltargan-ku. Men tushmayman. Karizni ichi issiqxonadagi chapandim, nima qilamiz, ey? Bu rezinga tuklanki yo'q. Bugun oxiri karizning kuzvoya keldik-a. Bu yerda ishlamakning ta'sirligini masalan ko'ksib qo'ysam, bu mushu karizniki quduq og'izlari, ya'ni tigidiki mushu laylatlarni yer ustiga tortib chiqarish ishlatilgan quduq og'izi. Qaranglar, qanchalik ta'sirligi. Ursanglar o'tinib turdi. Bugun mushu ko'rinishni taqib qo'ymoqchi, ha. Bu Turpan shahar Chatqal yeridagi xalpin karizning bo'shliqdan tortilgan ko'rinishi umumuzli 7 kilometrga. Mushu 90 metr yer ostidagi laylarni mushu quduq og'izlaridan tortib chiqarib, janubga qarab 7 kilometr mangandan keyin Turpanning shimoliy qismi egiz, janubiy qismi o'yman bo'lishi alayligidan foydalanib suv mal kelgan joyda quruqlik chiqdi. Bu bundaylar o'ldi ketdi. Chiday endi, ha. İlmanken o su. Su ilmanken. Var mı karı közü mü? Sen közün biramin var mı? Var, yeter. Ma o karı çırağını koyaydı ya. Atı bu olan capa keskin ha. Muşna yerlerden sular çıkıp çepip muşna. Bir şey düşüp ben tamam köylüler diye maqaldan en işendim. O tamam köylüler de bu ondan da olan getirdim ha. Bize cıhlap bu su.